sovuq kunlarda kaminni yoqib qo'yib, oila davrasida televizorni qo'yib, kofelarni damlab olib o'tirish boshqacha bo'lsa kerak, lekin qulay manzilda tur sotuvdan iborat tayyor xonadonimiz sotuvga chiqdi. Qaranglar, remontlari zo'r, akkuratniy holda bo'lib turibdi. Qurib bitilganiga 7 yil bo'lgan. Mana bu yoqdan kiruvchi eshigida imon hamda mehmonxona. Qaranglar, bemalol oshna og'ayni, qarindosh urug'ni mashaqqat chaqirib, maza qilib o'tirsanglar ham bo'ladi. Endi bu yoq tarafga o'tamiz. Mana bu yoq tarafda sanuzel ko'rishingiz mumkin. Orqa hovliga bu yerdan chiqib ketiladi. Mana bunisi vanna. Bu yerda mana oshxonasi. Oshxonasini ham qaranglar. Akkuratniy bo'lib turibdi. Bemalol hamda choy ichib maza qilib o'tirsa bo'lar ekan. Mana bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Podvalga tushib ketiladi. Katta целый podval. Mana birinchi spalnasi qaranglar, xonani kattaligini вообще zo'r, lekin hovlining orqa tarafiga o'tamiz endi. Orqa hovliga shunday chiqqanini mana qaranglar. Zelenaye zona, mevali daraxtlar ekilgan. Yana bitta ochiq ayvon ekan. Stol-stulni qo'yib qo'yishdi, ham bitta shashlik pishirib maza qilib o'tiradigan joy bo'libdi. Uglda hovli uchun sanuzel joylashgan. Mana bitta yo'lak главный darvozaga olib chiqib ketadigan yo'lagi. Qaranglar, bemalol ikkita mashina sig'ib ketadi. Mana shu uyimizning hovlidan vidini qaranglar. Mana bitta ko'chaga chiqamiz. Ko'chani ham qaranglar, огородlari keng. Tekis asfalt ko'cha katta. Mana qaranglar, uyimizni hozir endi xonadonning ikkinchi etajiga chiqamiz. Ikkinchi etajga chiqqanimizda qaranglar, mana birinchi xonasi bo'ladi. Xonani qaranglar, kattaligini вообще zo'r. Ayoqda kichkinagina balkoni bor ekan. 2 etajli uy emas ekan, полноценный mansarda ekan, lekin sharoit qoldirib ketilgan ekan. Bemalol tomni ochib 2 etaj qilib olishga. Mana bu ikkinchi spalnasi. Qaranglar, xonalarning kattaligini вообще zo'r, lekin ushbu xonadonimiz Uchtepa tumani Shahguli mahallasida joylashgan. Mana bu yerda sanuzel dushovaya, svet, suv, gaz, kanalizatsiya bu taraflarda вообще muammo emas. Mana bu 3-xonasi qaranglar. Общий 5 ta xona, bitta hol, 3 ta sanuzel bo'lar ekan. Kimga shu joyimiz yoqqan bo'lsa, pastda egalarning raqamlarini qoldiraman. Narx-navo bo'yicha ham bemalol aloqaga chiqib, o'zingizga kelishib, birga qilsanglar bo'ladi.